Qanchadan beri shunaqa? O'z uyda urinib ko'rdingizmi olishga? Ko'rdim. Ancha oldinda ekan. Ancha oldin qachon? 7-8 oy qoldi. To'g'ri tirnoq olishga harakat qilamiz. Bugun sizlarga o'rgatamiz qanaqa olishi. Bunaqa holatda tekis o'sish kerak deydi ko'pchilik, lekin tekis o'stirib bo'lmaydi. Chunki o'zi men bokovoy valik tirnoqni yopib qo'ygan. Tekis o'sish uchun mana bu yerda teshib chiqadi. Qaychi bunaqa bo'lishi kerak. Shunda yaxshi olasizlar. Kusachka bunaqa holatda qanaqa bo'ladi? Mana masalan, pinset shu tirnoq. Kusachka oxirgacha bormaydi bunaqa holat. Shunga tegida qolib ketadi. O'shandan keyin tegib o'sishni boshlaydi. Ber, pinset. Yo'q, qalin ber, hozir. Sinib qoladi. Ko'rdingmi? Hozir og'riq bormi? Bosildimi boyagidan? Sal bosildi. O'rtaroqni bosing bittasi. Olishim? O'sha Og'rimayapti o'zi. Voy, arttirgani ham qo'ymayapti biz. Bu tirnoq ichiga o'smaydi degani emas, baribir yana ichiga o'sadi. Shu aytganimda yoki sim qo'ydirishingiz kerak. Sizni holatingizda sim yordam berishi sal dargumon. Ozgina vaqtingiz ketadi. Operatsiyada esa bittada bo'ladi. Bunaqa vaspaleniya paytida tirnoq boshqatdan yengillanishi ham mumkin. Chunki yering уже mamutgacha kelgan. Bizga zarar yetkazgan bo'lishi ham mumkin. Tushundingiz-a? Ozgina kuzatasiz. Kapaling.